Ichingizda yaxshi power bo'lsa, ovqatni tuzini ko'zi bilan ko'radi. Qanaqa qilib kim aytadi? Ya qo'l bilan o'lchanmaydi. Tashlab bo'ldi tuzni. Yashang, qaynashiga qarab turib. Shu darajada mohir bo'lib ketganki, tuzni bunday qarab turib, tuz o'rnida deydi. Totimaydi. Ta'mni ko'rish mumkin. Ovqatni ta'mini ko'rish mumkin. Lekin hammada bormasda bu xususiyat. Davomiy suratda o'sha ishni qilavergandan o'sha ko'z ochilib qolgan. Alloh taolo hidni va ta'mni ko'rishlikni bermadi bizga, o'shuning uchun biz ko'rmaymiz uni. Agar Alloh taolo shu hisni yaratganda nima qilardik? Yuqorida aytdik-ku, Alloh taolo insonga jannatga kirganda mana bu 5 ta his qilishlik organidan tashqari 6-hissini yaratadi.